Otasi chet elda bo'lsa, bola uchun nafaqa puli beriladimi yoki yo'qmi? Keling bugun sizlarga shu haqida qiziqarli va aniq faktlar asosida ma'lumotlar berib o'taman. Qanunda biz videorolikni boshladik. Qadrli do'stlar, kanalda yangilar bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'ling va biz chiqarayotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin va like bosib xizmatimizni baholaysiz degan umiddamiz. Agar ota-onadan biri yoki ikkalasi Rossiyada yoki boshqa davlatda ishlash uchun chet elga chiqqan bo'lsa, bu holat bolalar puli yoki bola nafaqasi tayinlanishiga ta'sir qilishi mumkinmi? O'zbekistonda bolalar nafaqasi quyidagi shartlar asosida beriladi. Oilada doimiy yashovchi va ishlamaydigan ota-onalar bo'lsa, bola nafaqasi berilishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Agar ota-onalardan biri yoki ikkalasi chet elda yashayotgan bo'lsa va daromad olayotgani aniqlansa, bu holatda bola nafaqasi bekor qilinishi yoki umuman tayinlanmasligi mumkin. Shunchaki bola nafaqasi ijtimoiy yordam hattoki ota-ona rasmiy ishga joylashmagan bo'lsa ham chet elga chiqib ketgani aniqlansa, ko'pincha bu daromad olmoqda deb qaror chiqariladi.